Assalamu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun o'tilgan darsimiz asrdan marujnisi. Kerakli materiallar: bir cho'nchina sut, 4 tal tuxum, chaqaylagan 4 tal tuxum, 1 piyola shakar, machinlarning o'lchimi, avval ko'rg'a 1 cho'nchina sutni to'kib, andin mana 1 piyola shakarni to'kimiz. Şeker erigicha aralashtirib beramiz. Şeker to'liq erib bo'lsin. Endi 4 tal tuxumni mana ko'ptirgichda ko'ptiramiz, qizlar. Ko'ptirgichda ko'ptirib, mana mahalatga akilamiz. Endi qildig'imiz mana sutni o'tga qo'yamiz. Sus o'tga qo'yib, ozroq qizishsaqlar bo'ldi. Qizigandan keyin avval tayyorlab olgan tuxumimizni ustiga to'kib aralashtirib beramiz. To'xtamay aralashtirib beramiz. Mana chimchim qaynab chiqishiga o'tdan elib olamiz. Chimchim qaynab chiqishiga o'tdan elib qo'yib olamiz. Bu biroz sovigandan keyin to'nglaydigan yerga silib, 2 soatda bir aralashtirib bersak bo'ldi.